dokusunu kurdu. Teşekkürler. Hozir ishkamiz yo'q bersinmi? Şuna qo'raman. Qaytishdi. Kechasi bor ekan-ku. Ha, kechasi bor ekan. Faqat nimasi? Bilan. Remeni qildingizmi? Dokusunu so'raydi. Xo'p. Ular böyle ko'rik. Sahaga chetdan keladi. Chutga qo'yishga plyonkamız yo'q. Birinchisida bu. Plyonka yo'q? Qachon bo'ladi? Usulü bilmem, anchadan beri. Nima uchun sizni avval? Ha? Nima uchun sizni? O'zlari bilishadi, ayronman nima. Siz xabar bermaysizmi? O'zi kimda bor? O'shamolda bormi? O'shamolda ham flugografiyada yo'q. Katta rentgenga tushsangiz kompyuterda ko'rib berishi mumkin. Qog'ozga chiqarib berib printerdan. Ana shu holatda qilsa bo'ladi. Ammo lekin mana bu plyonkasi yo'q. Biz plyonkamız nima qilamiz? Necha oydan beri yo'q ekan? Anchadan beri yo'q. Anchadan beri yo'q. Buzar techi? Ha, mana siz yoki boshqa. To'g'rimi? Qaysi bir? Ammo xabari bor, yo'q, plyonka berishmayapti. Qimmat bo'lib ketibdi, olib berisha olmayapti. Ular yo'qmi? Ha? Hozir ekan. KTBda pul yo'q bo'ldi. Nega plyonka kechasi yo'q? Hammadan nimalar shamdir? Ketib kamda uxlash. Siyak mistini. Majlisda 3 mo'ya. İşler oturuşan hayran falan kalır mı? Yok koçka ne böyle? Bir koy elektrik enerji hesaplayapsın ki. Bir de oturupsiz. Sorma ki. Bu devletin bütçesi bu. Bu aparat yonup turuptu bu. Bu tökü yaptı belki elektrik ne görürsün? Sizge o elektrik yaptı devleteki. Doğru mu? Doğru bakayım. Umarjon aka, assalomu alaykum. Umarjon aka. Assalomu alaykum. Salomatmi, mazmun tamam? Ma Kamolda mashina o'tdim. Hozir yakda Muhammodni bendamondamda, yangi shaharda. Hozir menjanda plyonka nabdas, hozir menjanda apparatga dargoronda gitti, ishlaydi, chammoqdan beri. Oğlum mevcut elektrik enerji biraz az koydu. Aparatı dargronda sürekli dargronda işler koydu. Ne bu? Hamsa kam. Ne Umarjon ako, ma hozir filmi hamsa kam. İnce neyse mana menja hayatda texnika to'naku. Menja yakda noqonuniy elektrga ulaka ketdi. Metga sprallar pechkavoy monde pajarni holatda job nam deydi. Holatga eng o'zi inje zdaniya gamka ishladi. Men inje video chokaksa kam. Umarjon ako. Ne holatda men shuma menam, shuma me beraman xolos. Ine oxir injanda mego plyonka oxir inje bo'lqa qo'rqayam susas ko'xir. Pechaza duzas paqillatmishga tag'o oxir.
Men ben saqaman hozir. Mana hozir men bendaman. Peshamada mana önce ishni xodim hozir knishkacha denishdan pulash budut. Peshamada gitib pulishi gardon dedi bu enkisi. Ben saqaman hamon archa. Tavo soqqa keshdasiz-ku menja ishda, tavo. İsim familiyangiz nima ekan? Turobov Abbosxon. Inja ishda ha Turobov Abbos. Turobov Abbos xon. Mana shuni so'z gapirtmay. Assalomu alaykum. Xo'p. Shular plyonka masalasi xolos. Ijod bosganmiz yo'q. Ular o'zi gapiryapti. Ben yo Umarjo'ga yoftam bitta fakt tashlayman endi. Hop. Ha tavo. Ha, bo'ldi. Abdullo Nigur. Mana shimo fatohdan o'naman. Xo'p, tavo, xo'p. Aka bu davlatda elektr energiyasi bor-ku aka, aholini hozir bir kunga aka 60 ming 70 ming so'mdan to'layapti-da aka. Siz lekin davlatda elektr energiyasini qarang, apparatiz ishlab turibdi aka, ikkitadan pechka qo'yib olibsiz aka. Bu razvedkasi yo'q, ona ayni ham gurra aka, mana tushuntiribsizmi? Buni sal aka qonun talabiga sal javob beradigan qilib qo'yish kerakmi, jon aka? Tushunyapsizmi aka? Bir talabga javob beradigan qilish kerak. Buni qarang aka, hamma joy problema o'tibdi aka. Ma'lum Umarjonga o'zlariga tajib beraman aka. Ha, o'zlari chorasini ko'rsalar, ko'radilar. Bo'lmasa aka, biz ham tegishli joyga murojaat qilamiz aka.